Hammaga assalomu alaykum. Biz ma'lumotlar bazasi haqida gaplashgandik. Endi uni amaliyotda ko'rib chiqamiz. Endi shu mahsulotlarni saqlaydigan jadvalni hosil qilish uchun birinchi unga mos keladigan klass yaratib olamiz. Klassni data papkasida hosil qilamiz. Klassga produkt nomini beramiz va uni o'chiraveramiz. Shu joyda bitta kengaytmani ko'rsatib ketmoqchiman. U fayl hosil qilishda juda qulay. Расширение menyusiga kirib, управление расширениями tanlaymiz. Manda установленияda chiqadi. Obzorga kirib, shu faylning nomini yozib, poisk qilsa ham bo'ladi. Описаниеga ham ssilkasini tashlab ketaman. Kengaytma yangi fayllar hosil qilishda juda qulay. Shuning uchun bundan keyin dars davomida men undan foydalanaman. Shift F2 bilan fayl sozdavать qilib olaman. Fayl hosil qilish jarayonida bir yo'li papkani ham hosil qilib olsa bo'ladi. Papkaning nomini yozib turib, chiziqcha drop tashlab turib, faylning nomini yozamiz va avtomatik papka ham hosil bo'ladi, fayl ham hosil bo'ladi. Shunisi bilan qulay bu kengaytma. Xo'p, davom etamiz. Endi klassimizning xususiyatlarini yaratib olamiz. Bu xususiyatlar oldin yaratgan product moduldagi xususiyatlar bilan bir xil bo'ladi. Bu xususiyatlar oldin aytganimizdek SQL jadvalida xuddi shunday nomli ustunlar hosil qilish uchun kerak bo'ladi. Endi data papkasida Shift F2 ni ezib product context faylni hosil qilib olamiz va uni dbContextdan nasllaymiz. O'tgan safar dbContextni qisqacha tushuntirib o'tgandim. dbContext hozir bizda qizil, chunki Entity Framework NuGet paketi o'rnatilmagan. Uni o'rnatib olamiz. Loyihamizni зависимости bo'limida 10 tugmani ezib turib, управление пакетами NuGet tanlaymiz va unda obzorda Entity Framework Core. Biz SQLite ishlayotganimiz uchun SQLite versiyasini yozamiz va установить bosamiz. Paketimiz o'rnagandan keyin зависимости bo'limida paydo bo'ladi. Paketlar bo'limida. Endi mana faylimizga o'tib import qilib olsak bo'ladi. Shu joyda NuGet paketlarini komanda orqali o'rnatishni ham ko'rsatib ketmoqchiman. Buning uchun hozir o'rnatgan paketimizni o'chirib yuboramiz. PowerShell komandalar oynasini ochib turib, komanda yozamiz. .NET add package Microsoft Entity Framework Core SQLite deb yozamiz. Nuqta orqali hammasi. Enterni bosamiz va paketimiz o'rnaydi. O'rnagan paketlarni proyektimiz nomiga 2 marta chertib ham ko'rish mumkin. Endi product context faylimizga qaytib, mahsulotlarni o'z ichiga oladigan jadvalni aniqlash uchun biz product turidagi generic dbset xususiyatini yaratamiz. Unga product turidagi to'plamni saqlagani uchun product deb nom beramiz. Endi SQLite ma'lumotlar bazamiz qayerda joylashishini aniqlaydigan xususiyat yaratib olamiz. Bu xususiyatning nomini dbpath deb beramiz. Va shu dbpathni konstruktorda aniqlab olamiz. Oldin path nomli o'zgarish hosil qilib, bu o'zgaruvchiga saqlash papkasi, ya'ni har bir foydalanuvchini appdatani ichida local papkasi bo'ladi. Shu joyda ko'rsatamiz. Shu pastda ko'rsatilgan yozuvdagidek, ya'ni cdiskda username o'rnida sizni foydalanuvchi nomi bo'ladi. Keyin appdata, undan keyin local. Bazamiz saqlaydigan fayl nomi online shop db bo'ladi. Bazamiz saqlash yo'lini aniqlab olgandan keyin onConfigure dbContextda onConfigure metodi bor. U dbContextni sozlash uchun ishlatiladi. Ma'lumotlar bazasiga ulanishi va boshqa sozlamalarni bajarish uchun ishlatiladi. Ya'ni ma'lumotlar bazasiga ulanish qoidalarini o'rnatishda yordam beradi bu fayl. Shuni override qilib yuboramiz va SQLite'dan foydalanish kerakligini yozib qo'yamiz. Option Builder use SQLite
data source deb dbpassda shu fayl saqlagan joyimizni ko'rsatib qo'yamiz. Ya'ni dbpassga o'rnatdik. Shu faylni yo'lini shuni ko'rsatib qo'yamiz. Boshlang'ich sozlamalarni qilib oldik. Endi migratsiyani qilsak ham bo'ladi. Buning uchun yana PowerShell komandalar qatoriga o'tib turib .NET YF migrations deb yozib add initial deb birinchi migratsiyani hosil qilib olamiz. Hozir menda xato chiqardi. Microsoft Entity Framework Core Design Nugget Design Nugget paketi o'rnatilmagani uchun unga xato chiqardi. Uni o'rnatib olamiz. Oldin yozganimizdek .NET add package Microsoft Entity Framework Core design deb yozamiz. Nugget paketimiz o'rnaydi. Endi yana migratsiyani hosil qilish komandasini yozamiz. .NET EF migrations add initial. Enter deb bosamiz. Endi bizda hozir bu yerda предупреждение nima chiqdi, ya'ni oxirgi versiya emas deb, lekin migratsiya hosil bo'ldi. O'chirib olish uchun EF migration remove deb yozsang bo'ladi deyapti. Hozir oldin o'chirish tekshirishdan oldin CSproj faylga, ya'ni proyektimizni nomiga 2 marta chertib turib, shu 901 qilib qo'yaylik. 900 qoniqmayapti. 901 qilib qo'yamiz. Ana endi so'kinmasligi kerak. O'chirib yana qaytadan migratsiya hosil qilib ko'ramiz. .NET EF migrations remove deymiz. Oxirgi hosil bo'lgan migratsiyani o'chirib yuboradi. Va yana qo'shamiz. .NET EF migration add initial. Strelkani klaviaturadan strelka tepaga qilinsa oldin yozilgan komandalar chiqadi. Migratsiyalar migrations papkasida hosil bo'ladi. Birinchisi bu sana, ya'ni data va migratsiyaning nomi keltirilgan fayl. Uning ichida ikkita metod bo'ladi. Biri up, biri down. Up metodi bu shu jadvalni yaratadigan metod. Bizda hozir product jadvalini yaratadi va down o'sha jadvalni o'chiradi. Yana boshqa bir fayl bor. Snapshot ma'lumotlar bazasini oxirgi holatini saqlaydi. Agar yangi migratsiya yaratilsa, eski fayllar o'zgarishsiz qoladi, faqat shu model snapshot yangilanadi. EF Core qaysi o'zgarishlarni qo'shish yoki olib tashlash kerakligini shu fayl bilan solishtirib aniqlaydi. Endi migratsiyalarni yaratib oldik. Migratsiyalar yaratib olganimizdan keyin ma'lumotlar bazasini ham hosil qilsak bo'laveradi. Buning uchun .NET EF migrations update desak, biz ko'rsatgan joyda jadval hosil qiladi. Bu yerda noto'g'ri yozib qo'ydim. Bu yerda noto'g'ri yozib hozir bu yerda noto'g'ri yozib qo'ydim. deb yozib qo'ydim. EF deb yozamiz. Ekran tozalab olib turib EF deb yozaman. .NET EF database update. Enterni bosamiz. Mana endi migratsiyamiz apply bo'ldi. Biz ko'rsatgan joyda endi fayl hosil bo'lgan bo'lishi kerak. Uni tekshirib ko'ramiz. Klaviaturadan WinR klavishalarini bosib turib, shu yozuv yozilsa, shu papkaga kiradi va o'sha joyda biz ko'rsatgan nom bilan db fayl paydo bo'lgan bo'lishi kerak. Buguncha hozircha shu. Xayr, sog' bo'ling.